Jo'ra. Telefonimga chiqib qoldi meni. Agar xotinim sana telefon uradigan bo'lsa, meni ovozimda gaplashib berar. O'zing gaplashib bilasan-ku, meni ovozimda podдержка etib berar, родной. Yaxshi. Abdishi Jo'ra. Jo'ra, men ham dim so'rashni ishim chiqib qoldi. Men ham ovozimda so'zlashib bilasan-ku, xotinim telefon ursa gaplashib ber. Men uncha sen ovozingni O'ldirib berasan, ey. kim xotin edingdi bu? Bunyodniki o'xshaydi. Alo, ha xotin, ishdaman. Uzr, kim xotin edingiz? Shohruh bormi? Telefoni o'chik ekan. Ey, mana telefon aytaverasan. Telefonim o'chib qoldi, ish qidirib yuribman men ko'chada. Qo'ydim. Uraverma, bezovta aytaverma bobbini. Yine bu to'shni bunyodmi xotin yana? Obdushat podдержка emas. Ha xotin. Ko'rsang abi. Bobbidayan haqiqiy zanakkali. Nabi yonboshda mashina ichida gaplashib o'tiribdilar. Men boshqa mashinada yo'q, men xotinim yaxshi ko'raman. Fidoyiman. Men xotinimga xiyonat etibman deb chetda o'tiribman. O'lgayman, u bobbipla shunday ishlarni aytib yuribman. Uzr, kim edingiz? Men shu bobbini sho'rpeshona xotinim. Yo'q, xotin. Xotin dur tushuntirib. Xotin tushuntirib berma. Ovozimni yo'qotib qo'ydi.